Ishlab chiqarilgani Xitoymikan, Germaniyamikan? Inomarga xarid qilayotganda uni ishlab chiqarilgan yili va davlat haqidagi ma'lumot sizda shubha uyg'otsa, bu videoni oxirigacha ko'ring va saqlab qo'ying. Buning uchun sizga uni VIN raqami kerak bo'ladi. 1980-yildan boshlab xalqaro standart talabi bo'yicha 17 xonali VIN raqamlarini joriy qilish yo'lga qo'yilgan bo'lib, birinchi belgi uni ishlab chiqarilgan davlat haqida ma'lumot beradi. Ya'ni xohlagan avtomobilingizni VIN raqamini topib, undagi birinchi xonadagi ma'lumot bo'yicha uni qaysi davlatda ishlab chiqarilganini bilishingiz mumkin. Ekraningizdagi jadvalda esa o'sha davlatlarning ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Okey, ekrandagi jadvalni skrinshot qilishdan oldin podpiska tugmasini bitta bosib qo'yasiz, chunki siz bilan hali ko'p mavzularda didorlashishimiz kerak bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. VIN raqamining 10-xonasi bo'lsa, uni ishlab chiqarilgan yili haqida ma'lumotni beradi. Ekraningizda bo'lsa 80-yildan 30-yilgacha bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib qo'yinmi akasi. Endi bo'lsa hech kim bilan tortishishingizga hojat yo'q. O'sha odamga mana shu videoni jo'natib qo'yishingiz o'zi yetarli. Shuncha harakatimizga sizdan bitta like.